Oyijon, siz men telefonga nima deb saqlanib qilgansiz? Qizim deb, qizimsiz deb, menga kelin emas, o'zim yaxshi ko'rib olganman. Siz kelin bosh nima unaqa deyapsiz, nima so'rayapsiz? Kecha gapga bordik-ku. Yonimizda yosh katta ayollar o'tirishgan ekan gap qilib, hammalik kulib gapirishadi. Bittasi anakonda, bittasi chayon, bittasi ilon deb saqlanib qilishgan ekan kelinligini. Kelin ham shunaqa deyishadimi? Hozir kelin bosh bitta narsa qilamiz. Nima qilasiz? Hozir o'tib ketayotgan qaynanajonlardan so'raymiz, kelinligini telefonda nima deb saqlanish qilishganligini. Qani ko'ringchi. Xolapasha, keliningiz bormi? Bormi? Telefonda keliningizni nima deb saqlanish qilgansiz? Asal qizim. Rostdan asal qizim deb qo'yibdilar. Shunaqa qaynanajonlar ko'payishsin. Sizga sovg'amiz bor, onajon. Mayli. Men bu arzimasa ham Soliha butik nomidan sizga podpiska bo'lishi esingizdan chiqarib qo'ymang. O'z podpiskamisiz? Ana, podpiska turaman, ro'mollab turaman. Yana sizni kutamiz. Kelingiz bormi? Bor kelinim. Nima deb saqlanib qilgansiz telefoningizda? Katta kelin, kichkina kelin deb yozib. Ha, shunday qo'yganmiz. Bizda shunaqa challenge ketayotgandi. Qaynanalar kelinlarni qizim deb saqlanib qilsa, sovg'a bermoqchi edi. Yaxshilayapsizlarmi? Soliha butikni bilasizmi? Bilaman, rosa ko'p kuzataman. Podpisatsiya qilganman. Rosa ko'p kuzataman. Keliningizni telefoningizni nima deb saqlanish qilgansiz? Ko'rsata olasizmi? Ko'rsata olaymi? Ko'rsating. Qani. Nasiba qizim degan ekanlar. Mana onajonimizga yutdilar, mashalloh. Shunaqa qaynanajonlar, onajonlarimiz ko'payishsin. Men bu arzimasa ham Soliha butik nomidan bizani kuzatishni davom eting. Yana shunaqa sovg'alar yutib olishingiz mumkin. Rahmat sizga. Sizlar-chi? Sizlar kelininglarni nima deb saqlanish qilib qo'ygansizlar? Bizga kommentariyalarda yozib yuboringlar. Bunaqa challenge'larimiz har juda ham ko'p bo'ladi. Bizani kuzatishda davom etinglar. Endi qaysi lokatsiyaga borishimizni xohlaysizlar? Kommentariyada yuboringlar va mana shu sovg'a sizlarni kutmoqda. Sovg'a ham oddiy sovg'a emas. Kim sizlarga shundoqi dubayskiy ro'mol beradi. Faqat Soliha butik sizlarni Soliha butikda kutib qolamiz.